Men Sayyora Hamroqulovaman. Men muammolarim ko'pligi uchun o'zim shifokorman. Lekin shifokor bo'lsam ham o'zimning muammolarimni tibbiyotda hal qila olmadim. Menda juda ham muammo ko'p bo'lgan. Yoshligimdan bronxial astmam bor edi. Undan keyin bronxial astma faqat eufilin olib davolanib yurardim. Undan keyin unga yana kasallik qo'shila boshladi. Diffuz toksik bo'qoq bo'ldim, zaharli bo'qoq. Undan keyin bo'qoqdan keyin poliartrit bo'ldim. Poliartritni davolayman deb oshqozon 12 barmoqli ichakda yara paydo qildim. Xullas tibbiyotda olmagan dorilarim qolmadi, sog' a'zoim qolmadi, hammasini kasal qilishni boshladim. Bu yerga kelganimdan keyin menga Rahimisbuni salomatlikning 5 ta qoidasini gapirib tushuntirdilar. Suv ichish kerak deganlarda, shifokor bo'lib turibman, suv ichishni bilmagan ekanman. Suv ichish qoidalarini o'rgandim, to'g'ri ovqat yeyishni o'rgandim. Mahsulotlardan sirazi olishni boshladim. Hammasini nima oldim? Kurkumin oldim, silver oldim, karotina yog'ini oldim, marjon oldim. Tozalanish uchun sulton quvvat kerak edi, uni ham oldim. Mana shu komplektni olib, men ichishni boshladim. Ishonasizlarmi yo'qmi, men 3 kunda men bu yog'ni ichishni boshlaganimdan keyin 3-kuni men dorisiz uxlashni boshladim. Faqat dori bilan uxlaganman faqat. Dorisiz uxlashni boshladim. Natijasi borga o'xshavati bularni dedim. Shu bilan 3 oy to'xtovsiz ichdim. 3 oyda men natijalarni ko'ra boshladim. 3 oyda meni bronxial astmam pristup bermadi. Oyoq qo'llarimdagi og'riqlarim kamaya boshladi. Endi bo'qog'imni etadigan bo'lsam, yurak urishlari normallashdi. Uyqum yaxshilandi bu tomondan. Xullas men bu mahsulotlarni o'zimni sansam siz deyman. Sababi menga juda ham yaxshi yordam bergan.